Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Dünya mətbuatlarında e'lon qilingan mühim xəbərlərni diqqətinizə sunumuz. Beyjingning Şərq Türkistanda yurgizayotgan vəhşi qilmishlariga aloqador xato tashviqotiga kuchli demokratik jamiyatlar zarba bera oladi ekan. Amerika Kengash palata a'zosi Josh Hawley Xitoy katibashi Shi Jinping va uning yordamchilarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini sodir qilganlik uchun jazolashni qaror qildi ekan. Amerika Xitoy bilan urushga har vaqt hozir turadi ekan. Qatar Dunyo lo'nqisi tantarbiya maydoni shirkati Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini salgan ekan. Tönde tafsili mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vəhşi qilmishlariga aloqador xato tashviqotiga kuchli demokratik jamiyatlar zarba bera oladi ekan. Diplomat to'ri 20 oktyabr kuni Beyjing atalmish Şinjangdagi qilmishlardan hisob berishdan qanchalik qutulib qola oladi degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. Xitoy hokimiyatining dunyodagi axborot vositalaridagi ta'siri to'g'risidagi yangi doklad uning demokratik zarbaga qarshi yanada ojiz ekanligini ko'rsatdi. Xitoy hukumati siyosiy va iqtisodiy ta'sirini qo'llanib, 6 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida atalmish Şinjangda yurgizgan vahshiyliklarini muzokara qilish harakatini to'solg'iga uchirdi. Natijada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston dokladining tahlil qilinishi to'xtatildi. Xitoyning 16 oktyabr kunidagi 20 navbatlik mamlakatli xalq qurultayining to'solg'isiz echilishining asosi yaratildi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiy qilmishlarining axborotda tarqatilishi uchun kichikgina besim qildi. Xitoy qilmishlarining hisobini berishdan qochib, dunyo miqyosida axborot bayonlarini yangidan shakllantirish uchun jiddiy ishladi. Freedom House'ning oldingi oydagi dokladida Beyjingning yer shari axborotiga bo'lgan ta'siri, huquqni kengaytirish va demokratik kuchi 30 o'xshamagan davlatdagi tirishchanligi bayon qilingan. Xitoy chet eldagi obrazini yuqori ko'tarish, tanqidning oldini olish uchun nurg'ulg'an mablag' sarf qilganligi va ba'zi sohalarni jalb qilganligini ko'rdik. Va yana Xitoyning faoliyatlari yerlik jurnalistlar, faoliyatchilar va hukumatlarning ko'rinarli qarshiligiga uchragan. Xitoy Kompartiyasining strategik chidamchanligi haqida savollar paydo bo'lgan. Uyg'urlar haqida Xitoy davlati to'qigan zo'r miqdordagi mazmunlar Indoneziyada davlatning Xitoy bilan kelishim tuzishi natijasida keng ko'lamda tashviq qilinmoqda. Indoneziya davlat xabar agentligi Antaraning Xitoydagi Xinhua to'ri bilan mazmun o'rtoqlashish kelishimi bor. Xitoyning Indoneziyadagi bosh elchixonasi milliy va musulmon axborot vositalarining muxbirlari, shundaqla yerlik islom guruhlarining a'zolarini atalmish Şinjang va Xitoyning boshqa joylarida sayohat qildirdi. Ular yurtlariga qaytgandan keyin Xitoyning bayonlarini ommaga tashviq qildi. Musulmonlar ko'p bo'lgan yana bir davlat Malayziyada Xitoy davlat xodimlari o'xshashla atalmish Şinjang haqidagi xabarlarni barliqqa keltirish maqsadida qaratmaligi kuchli bo'lgan taktik ishlatdi. Ingliz tilida chiqadigan tunilgan gazeta Star, Xinhua gazeti va Xitoy kundalik gazetining mazmunlarini qayta chiqarib, Xitoyning atalmish Şinjang siyosatini qabul qilgan bosh maqola e'lon qildi. Gazetining eng chong paychik sohibi Malayziya Xitoy jamiyati. Malayziyadagi nurg'ulg'an muxbirlar Xitoy amaldorlarining yordami bilan Sharq Turkiston Xitoyni ziyorat qilish fursatiga erishib, hukumatning siyosati haqida muhim maqolalarni yozdi. Gana, Senegal va Tunisda Xitoy elchiliklari 2019-yildan hozirgacha yerlik muxbirlarning atalmish Şinjang haqida xato uchurlarni tarqatish uchun bir necha qitim axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Bu uchurlar davlatning tashviqot o'rinlarida qarshiliksiz e'lon qilindi. Keniya va Janubiy Afrikada Xitoy xalqaro radiosi Xitoydagi afrikalik jurnalistlarni ishlatib, Şinjang kundalik xotirasi va jurnalning inglizchasi, shundaqla kisvalisini nashr qildirib, Afrikaning sharqiy janubida tarqatib, kishilik huquq dafsanchiligini oqladi. Angliya, Isroiliya va boshqa davlatlardan kelgan xalqaroliq blog yozuvchilarga atalmish Şinjangdagi Xitoy Kompartiyasi uchurlarini tashviq qilish uchun haq berildi. 2021 yil 3 oyda Fransiyada Xitoy davlat qaramog'idagi Xitoy yer shari televiziya to'ri Xitoyda yashagan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bir jurnalistning maqolasini e'lon qildi. Gerçi ba'zi siyosiy rahbarlar Xitoyning manfaatiga uyg'un harakat qilsa-mu, mustaqil axborot vositalari va fuqarolar jamiyati Xitoyning tashviqotiga zarba bera oladi. Xitoy hukumati bu qitim Jenevada muvaffaqiyat qozongan bo'lsa-mu, ammo atalmish Şinjangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning asosiy huquqini dunyo miqyosida qo'llash kuchayotdi. Buni ba'zi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining bayonlari va Somali, Gonduras, Paragvay, Yaponiya, Janubiy Koreya qatorliq davlatlarning qo'llab bilan tashlaganligi isbotlaydi.
Tədqiqatımız şunu göstərdiki, Beyjingning besim təşviqatıga demokratik cəmiyyətlər zərbə berəlaydı. Bu qitimqi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı bilet tashlash tunji qitimqi bilet tashlash bo'lib, oxirgi qitimqi bilet tashlash hisoblanmaydi deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan muddat ichida Beyjing Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan hisob berishdan qochadi. Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoyatlarni oxirlashtirish uchun Sharq Turkistonning qayta mustaqil bo'lishi zarur dedi. Amerika Kengash palata a'zosi Josh Hawley Xitoy katibashi Xi Jinping va uning yordamchilarini irqiy qirg'inchilik sodir qilganlik uchun jazolashni qaror qilgan. Fox xabarlarining 20 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Kengash palata a'zosi Josh Hawley Xitoy prezidenti Xi Jinping va uning yuqori darajali katibashlarining Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa shaxsiy sherik ekanligini muayyanlashtiradigan bir qonun chiqargan. Josh Hawley o'ttirg'a qo'ydigan bu qonun loyihasida Xi Jinpingning Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan insoniyatga qarshi turish jinoyati sababidan Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasining yuqori darajali katibashlariga jazo yurgizilganligi, Amerika davlat ishlari katibi Antony Blinkenga yetakchilik qiladiganligi, davlat axborot xodimi Avril Haines bu jinoyatga yetakchilik qilgan Xitoy Kompartiyasi katibashlari haqida qarorlik doklad bilan ta'minlaydiganligi, Xi Jinping va uning yuqori darajali amaldorlarining Amerikadagi mol-mulki to'ng'itilib, Amerikaga kirgizilmaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Hawley Fox xabarlari raqamli gazetasiga Joe Bidenning diqqati chechilib turgan ahvolda Xi Jinping kuchini hokimiyatining jinoyatiga qarta dunyoning ko'z yumish uchun besim qilishga ishlatadigan Xitoy Kompartiyasi ichidagi huquqni tezlikda mustahkamlayotdi. Biz buningga qarab turmasligimiz kerak. Xi Jinping va uning yordamchilarining jinoyatining javobgarligini surishti qilib, ularning atalmish Xinjiangdagi vahshiylikka sherik bo'lganligining haqiqiy badalini to'latkizamiz dedi. Qonun loyihasida Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik mamlakatlar xalq qurultiyi 2022 yili 10 oyning 16 kuni ochilib, Xitoy dushmani deb qaragan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta kontrollikni kuchaytirishni qaror qilgan Bosh sekretar Xi Jinping boshchiligidagi texnik qattiq kuch maydonga keldi deyildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Twitter hisobidan buningga rahmatini bildirdi. Qatar Dünya Lonqisi Tantarbiya maydoni şirketi Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini salgan. O'tir Sharq ko'zining 20 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, kishilik huquq tashkilotlari Qatarni tanqid qilgan bo'lsa-mu, Qatar yanada Xitoy bilan aloqasini kuchaytgan. Londonga munosabatlik bir dokladda payshanba kuni oshkorlanishicha, Dohandagi Lusail Tantarbiya maydonini qurishga yordam bergan Xitoy temir yo'l qurilish shirkati ilgari o'tgan yili martda Amerika va Yevropa birlashmasi kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullanganlik uchun jazo bergan atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atrofida ishlagan. Xitoy temir yo'l qurilish shirkati va Qatarning Dunyo Lonqisi tashkillash komiteti O'tir Sharq ko'zining ziyoratini qabul qilishni rad qilgan. 11 oyning 20 kuni Arab yoki musulmon davlatida boshlanadigan Qatar Dunyo Lonqisi futbol musobaqasiga kishilik huquq amnistiya esildi. Qatar bu hafta Xitoyning 2 mushuk ayiqini qabul qilib, mushuk ayiq diplomatiyasidan huzurlanganlik uchun tanqidlangan. Bu 2 mushuk ayiq Qatarda 15 yil turgan. Xitoyning Qatardagi bosh elchisi Zhao Jian buning ikki davlatning ittifoqligining cho'nqurligiga simvol ekanligini aytib, davlatlar o'rtasidagi ikki taraflik munosabatni maqtagan. Qatar Xitoyning mushuk ayiq sovg'asini qabul qilgan tunji O'tir Sharq davlati hisoblanadi ekan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik lagerlari insho qilgan Xitoy shirkati Qatarda Dunyo Lonqisi tantarbiya maydonini soldi. Qatar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining muzokara qilinishiga qarshi bilet tashladi. Irqiy qirg'inchilikni qo'llamasangiz Dunyo Lonqisini boykot qiling dedi. Turkiyadagi TGRT xabarlarining 21 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika dengiz armiyasining qo'mondoni Gelday yovuzlashgan Xitoy va Rossiya bilan biz har vaqt urush qilaligidek holatda tayyor bo'lishimiz kerak. Bu har vaqt yuz berishi mumkin degan. Xabarda aytilishicha, Amerika Avstraliyani yadro qurollari bilan qurollantirib, Angliya bilan birlikda Tinch okeanda Xitoyni bartaraf qilib o'tishga tirishgan. Xitoyning Tayvan ishg'oli 2027 yili yoki 2022 yili va ya 2023 yili yuz berish ehtimoli bor ekan. Amerika harbiy jihatda Xitoy bilan urush qilishga hozir turgan. Zulmga sukut qilish zulmdir.
Millatning zulmga sukut qilganligi sababidan umumyuzlik jazoga uchrashi shar'iy haqiqatdir va ijtimoiy qonuniyatdir. Chunki zulmga sukut qilishning o'zi zulmdir, zolimga yo'l qo'yganlikdir va zulmga o'rtoq bo'lganlikdir. Millatning zulmga sukut qilish sababidan umumiy jazoga uchraydiganligi hadislarda aniq tilga ilingan. Rasululloh insonlar zolimning zulm qilayotganligini ko'rib turib, zolimning qo'lini tutib olmasa, ya'ni zulmga e'tiroz bildirmasa yoki zulmga qarshi chiqmasa va yoki zulmni to'smasa, Allah u insonlarning hammasiga bir tutash jazo berishi mumkin degan. Bugun beshimizga kelgan musibat, xo'rliq, qirg'inchilik, bo'linish, ichki ideya to'qinishning asosli sababi mustamlikaga va siyosiy zulmga sukut qilganlikdan kelib chiqqan. Millat mustamlikaga, siyosiy zulmga, aqida va vatan millat tajovuzchiligiga, kimlikning parchalanishiga uzun zaman sukut qilib keldi. Zulm süngekdan o'tmoqcha yoki zulm oilasiga qadar tahdid qilib kelmoqcha beshini ichiga tiqib keldi. Şuna millet zulmga sukut qilganlik, satqınlık qilganlik, satqınlarni arasıga alganlik, zalimlarga yan basqanlik, mustamlikini qabul qilish ideyasidan qutulolmaslik, tajovuzchilarga siyosiy va ideviy jihatdan g'alchilik qilganlik qatorliq gunohlarning jazosini o'tamoqda. Allohning millat xarakterlik bergan jazosidan qutulishning birdan bir to'g'ri yo'li aktiv aqidalik, sog'lom ideyalik, go'zal axloqlik, yuksak ilm ma'rifatlik, ong saviyalik, yaramliq va mas'uliyatchan musulmon bo'lib, o'zimizning aqidasini, qalbini, ideyasini va axloqini isloh qilish, zulmga yon bosmaslik, mustamlikini qat'iy qabul qilmaslik, boshqalardagi aqidamizga taqashmaydigan foydali taraflaridan foydalanish, sabab natijaga uyg'un holda foyda manfaatni mo'ljallab ish harakat qilish, millatning bir butun kimligi va qimmat qarashlariga rioya qiladigan sog'lom siyosiy yo'l xaritasi asosida umidsizlanmasdan kurash ro'yini davomlashtirishdir. Sabab bizdan, natija Allohdan. Abdurahmon Jamal Kashg'ari. Hörmətli görürmənlər, bizə vaxt ayırğanlar üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.